Demak, Melbet hisobimizni to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Hisob to'ldirish tugmasini bosamiz va bu yerda Melbetni belgilaymiz. Bu yerga biz ID raqamimizni kiritamiz. Va pul yuboradigan kartamizni belgilaymiz. Summani kiritamiz, 10.000 so'm. Tasdiqlaymiz va ko'rsatilgan kartaga 10.012 so'm bo'lgan pul mablag'ini o'tkazishimiz kerak. Demak, pulni o'tkazib bo'lganimizdan keyin yana botga qaytib tasdiqlash tugmasini bosamiz. Demak, 3% bonus bilan qo'shib 10.312 so'm pul o'tganini ko'rsatyapti bu. Endi hisobimizga kirib tekshiramiz. Hammasi to'g'ri. Bot ko'rsatilgan summa hisobimizga kelib tushdi.